har bir xalqning tarixiy, milliy madaniy qiyofasini belgilab beruvchi ulug' olimlari, buyuk adib va shoirlari bo'ladi. Insoniyatning abadiyatga mansub shunday farzandlaridan biri buyuk olim, shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburdir. Bugungi suhbatimiz Bobur haqida. Bobur buyuk podshoh, tilshunos, adabiyotshunos, tarixchi, nabotot va hayvonot olamining bilimdoni. Bobur dilbar shaxs, uyg'onish davri hukmdorining haqiqiy namunalaridan biri. U mard va tadbirkor inson bo'lgan. Bobur o'ta madaniyatli va jozibali insonlar orasida eng yutuqlardan biri bo'lgan. U mazhabparastlik kabi cheklanishlar va mutaassiblikdan yiroq edi. Yuz oh Zahiriddin Muhammad Bobur, yuz oh Zahiriddin Muhammad Bobur, sarishtayu ayshdi ko'nglim zinhor. Uz oh Zahiriddin Muhammad Bobur. Zahiriddin Muhammad Boburning bolalik va o'smirlik yillari haqidagi yozgan romani Boburnomaning ingliz tarjimoni William Erskine Boburni Osiyo podsholariga qiyosan shunday baholaydi: saxovati va mardligi, iste'dodi, ilm-fan san'atiga muhabbati va ular bilan muvaffaqiyatli shug'ullanishi jihatidan Boburga teng keladigan podsho birorta ham topilmaydi. Ne vafo umrimda ul, jonu jahondan ko'rgamen. Kim vafo jondan ko'ribdir kim, men ondan ko'rgamen. Ko'z yo'lidan ul husnu nazar aylar edim. Qon yoshim ul yerni tutdi, endi qondan ko'rgamen. Yo Rab, ul kun shum tolidan menga bo'lgaymikin. Jonima orom, ul oromi jondan ko'rgamen. Ko'z ko'rar, lekin solar meni balog'a bu ko'ngil, bu baloni necha chashma zumshodan ko'rgamen. Betaraf qilg'il vafo istarsan eldan Boburo, ul g'alatdir kim vafo ahli jahondan ko'rgamen. Bobur jozibali mumtoz g'azallar ijodkorgina emas, u ruboiy janrida ham o'z shaxsiy uslubini namoyish eta olgan ulkan san'atkordir. Jonimda mening hayoti jonim sen. Jismimda mening ruhi ravonim sen. Boburni sendan o'zga yo'q yori azizi, alqissaki umri jovidonim sen. Yod etmas kishini mehnatda kishi, shod etmas kishini g'urbatda kishi. Ko'nglim bu g'arblikda o'lmadi g'urbatda sevinmas emish albatta kishi. Agarchi sansizim, sabr aylamak ey yor mushkuldir. Sening birla chiqishmoqlik dog'i bisyor mushkuldir. Mijozing noziku sentun, senga holimni qilmoq ey pari izhor mushkuldir. Ne osiq nolayu faryod xobolut baxtimdan, bir unlar birlachun ani beydor mushkuldir. Menga oson durur bo'lsa, agar 100 ming tuman dushman, vali bo'lmoq jahonda ey ko'ngil beyor mushkuldir. Kimiki bo'lg'aysen ki bi olamda dildori aning, har qayon azim aylasa bo'lg'ay xudo yori aning. Koyidin men azim etarman qolg'udektir xotirimni saqlasa tangri nigohdori aning. Ko'nglim ichra g'amlaring bisyor erur, bilmasin deb dardimni yor erur. Ko'rdim aning yuzida ming xil jamol, ko'nglim anga bandu giriftor erur. Jonimdan o'zga yori vafodor topmadim. Ko'nglimdan o'zga mahami asror topmadim. Jonimdan o'zga joni dilafxor ko'rmadim. Ko'nglim kibi ko'ngilni topmadim. Usrib ko'ziga toki ko'ngil bo'pti mubtalo, hargiz bu telbani yana hushyor topmadim. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Kimki ondan yaxshi yo'q, ko'z tutma ondan yaxshilik. Gar zamonni naf qilsam ayb qilma ey rafiq. Ko'rmadim hargiz netoyin bu zamondan yaxshilik. Dilrabolardan yomonlik keldi mahzun ko'nglima. Kelmadi jonimga hech oromi jondan yaxshilik. Ey ko'ngil uchun yaxshidan ko'rding yomonlik asri ko'p. Endi ko'z tutmoq neymani, har yomondan yaxshilik. Bori elga yaxshilik qilg'il ki mundan yaxshi yo'q. Kim degaylar dahraro qoldi falondan yaxshilik. Yaxshilik ahli jahonda istama Bobur kibi. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshilik. Mening ko'nglimki gulning g'unchasidek tax-betah qondir. Agar 100 ming bahor o'lsa, ochilmog'i ne imkondir. Agar ul qoshiyosiz bog' geshtin orzu qilsam, ko'zimga oq durur, sarvi ko'ngilga guncha paykondir. Bahor u
bog' sayrin ne qilar dilistonimning, yuzi gul, zulfi sumbul, qomati sarvi xromonimdir. O'lsam yasamang munda mazorimni mening, yuklab elting jismi nizorimni mening, o'tru chiqarib xalqi diyorimni mening, ko'yda qiyin tani figorimni mening. Aziz o'quvchi, Zahiriddin Muhammad Boburning hayot yo'li, u boshidan kechirgan voqealar, jangu jadallarga to'la to'xtovsiz sinovlar, vatandan uzoqda, vatanni qo'msab o'tgan kunlar bugun olis tarixda qolgan bo'lsa-da, ularning harorati, shiddatli Boburnoma tufayli bizga har daqiqada hamroh. Boburning har bir insonga ibrat bo'la oladigan hayot yo'li, shaxsiy sifatlari, qiyinchiliklarni yengishdagi matonati uning avlodlarga bo'lgan, siz yoshlarga bo'lgan ishonchiga kuch beradi, dalda beradi.